Ajoyib Shavkat Rahmonov bugungi intervyuimizda mehmon bo'ladi. U bilan gaplashmaganimizga ham ancha vaqt bo'ldi. Oxirgi marta esimdan chiqmayotgan bo'lsa, Ian Geri bilan jangidan oldin suhbatlashganmiz. O'sha vaqtda u Belal Muhammadga qarshi kamar uchun jangga ko'tarilishi kerak edi, ammo Belalning jarohati sabab u Geri bilan jang qilishga to'g'ri kelgan. Keyin Ian Gerini mag'lub qildi va ko'rdingiz, hozir bu yil hisobida jang o'tkazgani yo'q. Bugun esa u bilan to'liq suhbat quramiz. U oktagonda ko'rinish bermaganiga deyarli 1 yil bo'ldi. Barchaga salom do'stlar. Ariel Helvanining Shavkat Rahmonov bilan intervyusini to'liq o'zbek tiliga tarjima qildim. Agar videoni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Bu bilan siz bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz va keyingi videolar, hujjatli filmlar tarjimalarini chiqarishda bizga motivatsiya beradi. Bosgan bo'lsangiz barchaga rahmat. Endilikda biz bilan 77 kilogramdagi top jangchi, Qozog'iston faxri 19:0 Pro MMA rekordga ega, UFC'da esa 7:0 Shavkat Rahmonov. Shavkat, demak sen biz bilansan. Har doimgidek uning menejeri Sayat uning oldida bo'ladi, albatta tarjima uchun. Salom Shavkat, ahvollaring qanday? Salom, menda hammasi yaxshi. Ajoyib, o'ylashimcha bugun bizni Sayatga ehtiyojimiz yo'qdek tuyulmoqda. Yo'q, u shu yerda oldimda o'tiribdi. Yaxshi, biz albatta rivojlanishda davom etamiz. Shavkat, seni ko'rib turganimdan xursandman. Gaplashmaganimizga va seni UFC'da ko'rmaganimizga ancha bo'ldi. Avvalambor bizga bu yil haqida gapirib ber, ya'ni yilni qanday o'tkazding? Chunki o'tgan yili dekabr oyida kamar uchun jang qilishing kerak edi, ammo u bekor bo'ldi. Keyinchalik senda jarohatlar va bu yil hisobida jang qilmading. Va bu senga qanchalik ta'sir qildi? Ochig'i men sen uchun biroz xafa bo'ldim. O'tgan yili unchalik oson kechmadi. Menda jarohatlar va qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin Xudoga shukr, hozir hammasi yaxshilanmoqda. Men mashg'ulotlarga qaytdim. Formamga qaytish jarayonidaman. Va bizning vazn toifamizda hozir juda ham ko'plab o'zgarishlar bo'lib ketdi. Keyingi qarorlar UFC nima deyishiga bog'liq. Hozirda sport o'yinlari uchun aniq statistikalar, tahlillar va prognozlar berilmoqda. Endilikda siz sportni kuzatish bilan birga adrenalin, hissiyotlar va daromad topishingiz ham mumkin. Katta sovg'alar va cheksiz limitlar sizga taqdim etiladi. Buning uchun video kommentariyasidagi bizning Telegram kanalimizga o'ting. O'sha orqali o'z sovg'alaringizni qo'lga kiriting. Men sendan bir narsani so'ramoqchiman, ayta olasanmi, o'shanda aslida nima bo'lgandi? Ian Geri bilan jangdan so'ng jarohatlar qanchalik kuchli edi va ular qancha davom etdi? Ochig'ini aytadigan bo'lsam, jarohat Ian Geri bilan jangdan oldin bo'lgandi. Chunki Belal bilan jang uchun juda ham uzoq vaqt tayyorgarlik ko'rdim va bekor bo'lganidan keyin shuncha mehnatimga yarasha men jangni o'tkazib yubormaslikni tanladim va Ian Gerini qabul qildim. Jarohatga kelsak, Ian Geri bilan jangda jarohat unchalik yomonlashmadi. Ya'ni jarohat olganimdan oldingi vaziyat bilan o'sha vaqtdagi jangdagi holatim bir xil edi. Ammo bu jang yakunlanganidan keyin biroz vaqt o'tib men operatsiya qildirdim va biroz vaqt janglardan chetga chiqib dam olishimga to'g'ri keldi. Ammo keyinchalik tiklanganimdan keyin ham menda yana qandaydir mayda jarohatlar paydo bo'la boshladi. Shuning uchun bu uzoq vaqt olishi aniq edi. Va endi hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Men fevral yoki martning boshiga qaytishni reja qilib turibman. Ko'ramiz. Nima deb o'ylaysan, agarda jarohat bo'lmaganida sen hozir UFC 77 kilogramm chempioni bo'larmiding? Ha, albatta, jarohat bo'lmaganida chempion bo'lishimga ishonardim, lekin hayot har doim biz kutgandek bo'lavermaydi. Uni bizga tayyorlab qo'ygan to'siqlari bor. Agarda o'shanda UFC chempionligi menga nasib qilganida, albatta chempion bo'lar edim. Lekin hozircha unday bo'lgani yo'q. Yaxshi, demak endilikda sen hozir tibbiy tarafdan 100% tiklanganmisan, tayyormisan? Ha, hozirda tibbiy tarafdan 100% tayyorman. Shunchaki hozir formamga qaytish jarayonidaman. Chunki jang qilmaganimga va umuman mashg'ulotlar o'tkazmaganimga ancha vaqt bo'lgandi. Tanani yaxshilab formaga qaytish bu oson ish emas. Shuning uchun biz buni sekin-sekin bajarib bormoqdamiz. Va shu ketishda bo'lsa, men fevral oxiri yoki martning boshiga tayyor bo'laman. Aytganimdek nima bo'lishini ko'ramiz. Bu hammasi mashg'ulotlar jarayoni qanday ketishiga bog'liq. Agarda sening qo'lingda bo'lsa, keyingi jangingni, ya'ni navbatdagi raqibing kim bo'lishini xohlarding? Albatta, imkoniyat bo'lsa, men kamar uchun jang qilgan bo'lardim. Lekin o'ylashimcha, mening oktagonga qaytish vaqtim fevral va mart bu islom uchun to'g'ri kelmaydi. U kamarni aprel yoki may, menimcha yoz oyida himoya qilsa kerak. Shuning uchun bu to'g'ri kelmasligi mumkin. Men unga hurmatni saqlagan holda aytaman. Avval o'zim ham kamar uchun jang qilishim kerak edi, ammo bunday imkoniyatdan ayrildim va UFC menga shunday degan:
Biz senga istalgan vaqtda kamar jangini beramiz deb aytishgandi. Agarda bu o'z tasdig'ini topsa juda ham xursand bo'lardim, lekin UFC menga kamar jangidan oldin da'vogarlik jangini bersa ham, men istalgani bilan jang qilishga tayyorman. Chunki eng kuchlisi va birinchi raqamli da'vogar ekanligimni isbotlab qo'ya olaman. Xo'p, aytaylik senga UFC kamar jangini emas, da'vogarlik jangini berdi. Sen uchun kim bilan jang qilish qiziq bo'lardi? Bu albatta qiyin savol. Chunki hozirda bizning divizionda ko'plab narsalar o'zgarib ketdi. Endilikda bizda 4-5 ta yaxshi variantlar mavjud. Misol uchun, Pratesga qarshi jang qilishi mumkin. U yerda Morales ham bor. Va u yerda Bakli ham meni bir necha bor jangga chorlagan. Shuningdek, variantlarimiz ichida GDM ham bor albatta. Tayyorgarlik uchun menga vaqt bering va istalgani bilan jang qilishga tayyorman, farqi yo'q. O'zimga kelsak, men uchun eng qiziq jang Kamaru Usman bilan bo'lgan bo'lardi. Lekin o'ylashimcha, u men bilan jangni qabul qilmaydi. Sababi bizning yo'llarimiz oldin ham kesishi kerak edi, lekin u yo'lni boshqa tarafga burgan, jangni qabul qilmagan. Va aytganimdek, Bakli ham bor. U meni ismimni ko'plab marotaba aytgan. Albatta, uni og'zini yopish ham ajoyib bo'lardi. Va Prates ham yaxshi ketmoqda. Unda 6 ta nokaut, oxirgi jangida shunchaki dahshat nokaut qayd etdi. Va yosh jangchi Morales ham shu yerda. Aytganimdek, menga farqi yo'q. Bizda ajoyib variantlar bor. UFC kimni menga qo'ysa o'sha bilan jang qilaman. Birinchi raqamli da'vogar menman. Chempion Islom Makhachev yaqinda Dog'istonga qaytdi va u yerda intervyu berdi. Ya'ni aytishicha, yil davomida aktiv bo'lmagan jangchi va jarohatlar bilan kurashgan insonga kamar jangi berilmasligi kerak. Bu gaplarga fikring qanday? Bunga qanday javob bera olasan? Mana bu yerda uning yozuvlarini ko'rishing mumkin. Ya'ni bu yerda uning aytishicha, sen yil davomida jang qilmading va vaqtni jarohatlar bilan tuzalishga sarflading. Kamar uchun bu holatda jang qila olmaysan va agarda sen tuzaladigan bo'lsang, UFC senga uni bersa, nega yo'q deb aytmoqda u. Ya'ni jang qilaveraman degan ma'noda. Albatta, Islomning fikriga bir tarafdan qo'shilaman. U ham holatdan kelib chiqib gapirmoqda. Lekin o'zimga kelsak, agarda u aytganidek UFC rostdan ham menga kamar jangini beradigan bo'lsa, bu eng to'g'ri variant bo'ladi. Chunki haqiqatni aytadigan bo'lsak, bu divizionda Islom uchun eng qiyin raqib menman. Men mag'lubiyatsizman, 19 ga 0 rekordga ega jangchiman. Uslub jihatdan unga har qanday pozitsiyada raqobat qila olaman. Va ular Islom uchun qaytish jangini belgilaydigan bo'lsa, qancha erta bo'ladigan bo'lsa ham men bu jangni qabul qilaman. Bu jangni imkon boricha o'tkazib yubormaslikka va tayyorgarlikni yaxshi qilishga harakat qilaman. Bir necha hafta oldin 77 kilogramda debyut qilgan Islom chempion Madalenani dominantlik bilan mag'lub qilgani seni hayratga soldimi? Men uni juda ham yaxshi dominantlik bilan g'alaba qozonganiga ishonaman. Ammo bir tarafdan men o'zim uchun aniq qilmoqchiman, Islom rostdan ham o'sha jangda dominantlik qildimi yoki Madalena kuchsiz jangchi edimi? U yaxshi jang ko'rsata olmadimi? Sababi men universal jangchiman. Har qanday joyda men Islomga xavf tug'dira olaman. Divizionda ko'p jangchilarda mendagi universallik yo'q. Shuning uchun men buni jangda tekshirib ko'rmoqchiman imkoniyatlarimni. Ko'ramiz oxir oqibat nima bo'lishini. Meni o'ylashimcha ham kamar uchun hozirda eng yaqin da'vogar bu sensan. Sendagi rezyume va g'alabali seriyalar raqiblaring bunga 100% haqlisan. Lekin jarohat va vaqt muammolari sabab ular senga kamar jangini berishmayapti. Va bu yerda Ian Gary ham bor. U yil hisobida aktivlik ko'rsatdi va hozirda reytingda sendan yuqoriga ko'tarildi. Va men yaqinda u bilan gaplashdim. Aytishicha, o'sha jangda u seni jarohatlagan va u kamar uchun keyingisi bo'lish kerak. Bunga sening fikrlaring qanday? Ya'ni sen mag'lub qilgan jangchi sendan avval kamar jangini olmoqda. Yo'q, aytganimdek, men jarohatni jangdan avval olgandim. Bu hech qanaqasiga jang paytida bo'lmagan. Aldashimdan nima naf? Buni men bilan birga sparring o'tkazgan sheriklarim ham tasdiqlashi mumkin. Va albatta UFC rahbariyati PI ham. Ian Gary'ga kelsak, u bu yil hisobida aktiv bo'ldi. 2 ta g'alabali seriyada ketmoqda. Lekin buning ahamiyati yo'q. 2 ta g'alabali seriyami, 3 tami? Chunki men allaqachon u yigitni mag'lub qilgan jangchiman. Va yana ishonamanki, agarda u men bilan jang qilsa, men yana bir bor uni mag'lub qila olaman. Sababi u bilan oldingi jangimda men o'z formamda emas edim. Qandaydir jarohatlar meni qiynayotgan edi. Lekin agarda yana jang qiladigan bo'lsak, men sog'lom bo'laman, hech qanday jarohatlar bo'lmaydi. Va albatta oldingi jangimga qaraganda o'zimni yaxshiroq va erkinroq namoyish qila olaman.
UFC Qatarda sen uni ko'rding va bir-biringizga salom yo'lladingiz. U jangda Belal Muhammad ustidan g'alaba qozondi. Bu g'alaba haqida qanday fikr bildira olasan? Ha, bu ajoyib chiqish bo'ldi. U yaxshi jang ko'rsatdi. Tik holatda strikingda u Belaldan ustun keldi. Kurashda ham takedownlardan fenomenal himoya ko'rsatdi. Belalni o'z o'yinini o'tkazishga imkoniyat bermadi. Umumiy hisobda aytadigan bo'lsak, har jabhada yaxshi jang qildi. Shavkat, ko'rib turibman, sen juda ham charchagan ko'rinyapsan. Bilaman, o'z savollarim bilan seni zeriktirib qo'ydim. Esnashlaringni ko'rib turibman, bilaman, zerikarli insonman. Savollarim bilan zeriktirib qo'ygan bo'lsam uzr, lekin bir narsani so'ramoqchiman. Qozog'iston prezidenti bilan suratda ko'rdimki, u senga qandaydir orden sovg'a qilgan. Ya'ni bu nimani anglatadi? Bu ajoyib rasmga qara. Sen undan qanday taqdirlash qabul qilib olding? Bu nima edi? Bu haqida gapirib bera olasanmi? Ha, ochig'i o'zim ham bundan hayron qolgandim. Sababi bu taqdirlashga borishimni men 2 kun avvalgina bilgandim. Va bu orden edi, ya'ni Qozog'istonda sportni rivojlantirish va odamlar orasida targ'ibot uchun menga shunday orden berildi. Bilasan, bizning Qozog'istonda UFC'ni odamlar juda ham yoqtirishadi. Albatta, bunday mukofot meni faxrlantirdi. O'zimni juda ham ajoyib his qildim. Odamlarga yordam berayotgan bo'lsam mamnunman va albatta kelajakda men shunday yo'nalishda davom etaman. Sport targ'ibotini davom ettiraman. Odamlar meni qo'llab-quvvatlab turadi va nihoyat kamarni Qozog'istonga, xalqimga, ona vatanimga olib kelishga va'da beraman. Ketishingdan oldin birgina savol bermoqchiman, Shavkat. Agarda Islom Maxach bilan jang bo'ladigan bo'lsa, hozirda dominantlik bilan 16 g'alabali seriyada ketmoqda, juda ham kuchli. Bu jangni qanday ko'rasan? Ha, Islom bilan jang juda ham raqobatdosh bo'ladi. U albatta juda ham kuchli, o'z uslubiga ishonadi, meni takedown qilishga harakat qiladi. Lekin men unga har qanday pozitsiyada qarshilik ko'rsata olaman. Tik holatda men uning takedownlarini qaytarishimga ishonaman va klinchda ham ajoyib harakat qilaman. Islom uchun eng noqulay uslubdagi jangchi va eng qiyin jang beradigan jangchi ham menman. Buni uning o'zi ham va jamoasi ham yaxshi biladi. Biz juda ham xursand bo'ldik, Shavkat, sen qaytding, sog'lomsan va albatta yarim o'rta vazn jangchilariga juda ham katta xavf tug'dira oladigan jangchisan. Men senga eng yaxshisini tilayman va albatta o'zing xohlagan imkoniyatni olishingga tilakdoshman. Bu yerda bo'lib bizga vaqt ajratganlaring uchun rahmat, senga ham, Sayatga ham. Kelgusidagi ishlaringizga omad tilayman. Biz buyuk Shavkat Rahmonov bilan bo'ldik. 19-0 rekordga ega jangchi, UFC'da esa 7-0. Do'stlar, shu yerda intervyu yakunlandi. Agarda tarjima yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa davom etamiz. Barchaga rahmat, o'zingizni ehtiyot qiling.